Assalamu alaykum qarindoshlar. Mushaqtinglar xayrli bo'lsin. Men yana sizlar bilan yuz ko'rishib qoldim. Oldi bilan Allohning Alloh bayrami muborak bo'lsin dedim. Mening zaten bugun Alloh bayramini xushal xuram o'tkazgan bo'ldi, lekin bizga zaten kun yo'q o'xshaydi. Vatanning ichidagilarning g'ami, vatanning tishidagilarning g'ami. Agarda kirganlar bo'lsa, menga bir xabar qilayotgan bo'lsanglar, men kirdim, ovozing o'chiq chiqib qoldi deb mening sizlarga deydigan bir necha yig'iz gapim bor. Qarindoshlar, ovozim bormi? Belki birden hiç katlaşıp kalasılar, kırıp kalasılar. Menin neymiş için bu sınavını aşkının İslam'ı bilip bulduğuna hakikaten 5. ayının 10. günü notus çıkan haberine keyin diasporadaki avazını çıkarttım da bir kardeşimiz girdi, avazım var mı? Ondan sonra başlayıvereyim. Kardeşler bilip oldu hakikaten neymiş için bu sınavını hiç atkınım ne? Bundaqlarda faqat bir qancha qarindoshlarimiz chiqib bilan boshlab bir ishlarni qiladi. Birinchidan men ona bo'lish suhbatim bilan, ikkinchidan bir ayol kishi bo'lish suhbatim bilan, uchinchidan bir sharq turkistonlik bo'lish suhbatim bilan 5-ayning 10-kunidagi notiski xabardan keyin men bu shakldagi jinoyat xarakterdagi ayollarga bo'lgan bu shakl ko'rmaslikni, tajovuzchilikni men rostga bo'lsam sukut bilan turib turishga qat'iy bardoshlik beramadim. Hamda kampaniya boshlatish uchun bu nimani naqmadan ichib turibdiman. Qarindoshlar 5-ayning 10 günü notus xabari chiqqandan keyin hozir qadar biz cho'ng shakldagi bir harakatni ilib berib, ikki ziyonkashlikka uchragan ayol kishining tarafini tutamadik. Men necha vaqtdan beri inkoslarga diqqat qilyapman. To'g'ri, Sharq Turkistonlik qarindoshlar bu diasporada yashagan Uyg'urlarimiz asosan shu ziyonkashlikka uchraguvchi Juliya xonim bilan Türk qizi Asma qizning tarafini tutyotdi. Lekin yana az bir qism kishilar ularning ostiga bu Xitoyning o'yini degandek qilib ularga hujum qilgan bo'ldi. Agarda biz sukutni tanlasak, shu Xitoyning hujumi davatgan bir necha Uyg'ur yoki bo'lmasa o'zi Xitoyning odam bo'lgan odamlar bizga vakillik qilib qoldi. Hattoki bu jinoyatni o'tkazgan, bu xil shakldagi ayollarga bo'lgan hurmatsizlikni o'tkazgan u ikki odammi bizga vakillik qilib qoldi. Biz hozir madaniy bir dunyoda yashayapmiz. Bizmi bir davlat qurgan, bir madaniy xalq. Bunda bu sifatimizda bu xilki jinoyat xarakterli kishilarga biz sukut turishni talsa qat'iy to'g'ri bo'lmaydi. Uning ustiga Sharq Turkistondek bir bisilgan zaminning mustaqilligini qo'lga keltirimiz deyotgan bir xalq bo'lish sifatimiz bilan, Sharq Turkistonning ichidagi zulmdagi xalqni qutuldirimiz deyotgan bir xalq bo'lish sifatimiz bilan Sharq Turkiston sirtida erkin yashab turib, mushundaq bir ikki xonim, chet ellik xonim tashkilotlarning ichidagi chiriklikni, ayollarga bo'lgan tajovuzchilikni, cinsiy parakandichilikni biz uchun oshkorlab berayotgan yerda biz Uyg'ur ayollari sukutni tanlasak, unda bo'lsa biz bu davoni qilmay chiqib kelsak bo'ldi. Biz u vaqtda qanday Sharq Turkistonliklarga ega bo'la olamiz? Notiski xabarda deyilishicha, bu faqat bu ikki ayol bilan cheklanib qolmay nurg'un ayollarning UHRPga, yana Uyg'ur kishilik huquq qurilishiga bu shikoyatlarni qolligini, lekin bu UHRPning buni besiyotganligi to'g'riliqmi gap so'zlar bo'ldi. Hattoki diasporaning ichidami bu to'g'ri nurg'unlagan mishgaplarning borligini necha yilda yoqi. Buni shu notisniki o'tgan yil 9-oydan boshlab hozirgacha necha ayollarni intervyu qilgandan keyin mush xabarlarga erishganligidan tortib yozilgan. Demak, bu ikki ayol bilan cheklangan ish emas bu. Endi buni bir kechirim so'rash bilan, bo'ldi qilish bilan buni bilan tugamaydi xaloyiq. Biz bilamiz bu ishlarning necha vaqtdan beri diasporaning ichida tarqalib yurganligini angladik. Hatto qo'llariga skrinshotlarni bo'lgan oshkorlandi mana. Ammo lekin biz bu xil shakldagi narsaning tashqi siyosatga bunda isbotlar chiqishni xohlamaydik, ammo chiqdi. Bizning Sharq Turkiston davosi qancha ziyon olib keldi, bu hammalarga ayon. Ammo ziyon olib kelgandan sirt bir ayol kishi, bir onaning, bir bolaning onasi bo'lib sifatimiz bilan buningda sukut tursak, keyin kunlikda biz qanday qilib bolalarimizga bir sog'lom bo'lgan davo sharoitini yaratib bera olamiz? Qanday sog'lom holda qizlarimizni shu davoning ichiga akira olamiz? Hozir shu xabar chiqqanda yoki dunyo qurultayida ishlayotgan yosh qizlar bo'lsin, yosh yigitlar bo'lsin, UHRPda ishlayotgan yosh qizlar, yosh yigitlarga qanday ko'z qarashda bo'ldinglar? Ularning qaysi xil shaklda nimalarni bishining kechirganligini siz his qilib baqdinglarmi? Bundan keyin biz o'zimizning bolalarni tashkilotlarning ichiga qanday akira olamiz? Biz tashkilotlarimizga besim qilamiz deydiganmiz, tashqi dunyoga bizmi erkinlikni suydigan, ayollarni hurmatlaydigan bunday jinoyatlarga, bunday adabsizliklarga, bunday jinsiy parakandiliklarga sukut turmaydigan bir xalqligimizni isbotlashimiz kerak. Shuning uchun men dunyodagi barliq Sharq Turkistonlik bo'libmi Uyg'ur xonimlarni bu qatimliq bizning kampaniyaga qatnashishini, ham shu ziyonkashlikka uchragan ikki xonim, ya'ni Juliya xonim bilan Asma xonimning tarafini tutib, shular uchun birga qo'zg'alib, bular uchun bir da'vo qilish sharoiti yaratib berishinglarni umid qilaman. Undan siz agarda ziyonkashlikka uchraguvchilar bo'lsa, bizlar aloqalasanglar bo'ldi. Esinglarda ching tutib olinglar. Huquq
pul vaqtida kelganda Amerikaning yoki boshqaning qonun sistemasida oqmaydi. Buni biz Bilal qarindishimizning ishida ko'rdik. Shu vaqtda nurg'un odamlar Bilal qarindishimiz uchun yag'in guvohlik bergan. Shu vaqtda nurg'un odamlar bu ishdan qochgan, chunki uning sudga chiqimiz deyotgan odamlari birsi diniy ishlar komissari, yana birsiga attorney, yana lawyer degan bir titlesi var bir odamdi. Ammo biz adolatning kuchi Amerikada bor deb ishonganligimiz uchun, qonunning kuchi bu Amerikada ishlaydi deb ishonganligimiz uchun yuzlagan qarindoshlar shu vaqtda Bilal uchun dast turib, chin turgandik, eng oxirida Bilal yangdi. Bir Bilal yangdi. O'ylab yiqinglar. Chunki adolat Bilal tarafida. Shuning uchun adolat har zaman ojizlarga, ziyonkashlikka uchraganlar tarafda bo'lganligi ishoninglar. Agarda sizlar mushkil shakldagi jinsiy parakandchilikka uchragan bo'lsanglar, bizni izdanglar. Biz bu tayyorliklarni ko'rdik, sizlarga yordam qilamiz, ham tegishlilarga yo'llaymiz, hatto lawyerning ixtisot har qanday narsa bo'lsa, mana biz ustimizga olamiz. Shuning uchun ayollar qo'rqmay chiqinglar, o'rinlardan qo'pinglar. Bu ishni mushtamdan tugatmasak, ertagun bir kechirim so'rash bilan tugisa bu ish, biz xalqaroning oldida endi da'vo qilmasak bo'ldi. Ha? Hozir nima deb o'ylaydi bizni hamma yerda? Men buni bardoshlik beraman, yana ba'zilar munda debdi. Munda pichim kesibdi. 4 odam guvohlik bermasa bu gunoh hisoblanmaydi ekan. Ey, bolimiz, qizimiz kelib oldimizga, "Oppa, dada, bir er kishi menga munda narsa yozib to'xta balam, 3 odamni saqlaydi" demdik. Bu qandaq narsa? Seningmi balangga nomusma shu gapni debsan, ey? İzzat atmay. Endi bu kötəmətçilikning yuqori pallasimi bu? Gap qilmay desa, japni nomus qilishmaydi ekansa, birin Xitoyning andimi yana bir. Dunyo g'urur qurultining raisi Dolqin esa o'z qopib, bugun kunlikda e'tirof qildi o'zining jinoyatini, o'zining qilganlarini. Endi sen nima deysan? Bizning mashqqa ardishib, shu qizlarni akilib, sudga arz qilganimizdan qo'rqib, hozir kechirim so'rab, chiqib, samamla paranlash tortdi. Hargiz paranlashmanglar qizlar. Sizlardan keyin yana qizlar keladi, sizlardan keyin qizlar yana victim qilib bo'ladi. Bundan keyin qizlarning otalari tutilsa, yana mush yo'lda mangdi. Nurg'unlar mangdi. Bu birla emas. Mingishi mumkin. Biz uqmaymiz, bu faqat mustaqilning kuchi ko'ringan xolos. Agarda sizlar mushunday sexual assaulting, jinsiy parakandchilikka uchragan bo'lsanglar, bizlar aloqa qilinglar. Isminglarni chiqarmaymiz, eshitmanglarni chiqarmaymiz. Yo'llaydigan yerlarga yo'llaymiz. Bunday sudlar odat yip holatda bo'ladi. Agar qilgadak bo'lsa, mush bir qatimda hal qilaylik bu ishni. Buning uchun bundan keyin har qanday bir insonning qizlarimizga qo'l tekkizishiga vatanning sirtida bo'lsin yo'l qo'ymaydi. Nima bu? Nomus biz uchun. Chet elliklar qo'rqmay bunda qo'lni uzatgan yerda Uyg'ur qizlariga uzatmamda. Qanchalik ojizliklar bor, vatanning sirtiga chiqib, Amerikadagi yerga kelib, yoki boshqa yerlarga berib tinib qolgan. Mening ko'z oldimga keldi, dastlab meni Amerikaga kelgan vaqtim 3 bolam bilan. Mening tag'am yinimda bo'lg'ashqa, meni hech kimga tantiratmay bir oila kishilarimizni bizni loyerga uchratqizib, bizning asaylim kes hal qilib bergan. Agar ashna urtiqlar bo'lmagan odamlar bo'lib qolganlar qilsa, bundan keyin Sharq Turkistondan qochib chiqqan nurg'un qizlar bo'ldi. Ha? Yana ashlarga gapning satini qilganda biz sukut tursak solab bergan bo'lamiz qizlarimizni. Ha? Bu insonlarning qo'lida shunday yaxshi bir qoral turib, kishilarga yaxshi ish qilish yo'q, shu qoraldan foydalanib mushtashdan qilib to'g'ri olamda. Ha? Anında 2020 yılı 5. ayda başlanıptı iş, Julian'ın deyişçe. 5. ayda ma hayvanın ki, ma niminin ki, dini işler komisarlık çıkan günü. Şundak indik isimli bahminin ki. Çıkan günü yana, aş işini başlaptı çıkan vaxtı da iyiden başlap. Onun buru neymiş oldu, onun neymiş oldu biz okumayımız. Menince bu yerde nurgun işler var. Şunun için eğer de sizler halısanlar, bizni izdanlar. Biz bir ana, bu işlerle herkes sükut tutturmayımız. Eğer siz feminizm bulmuşsanız mı ama bir ana bulup süpütünüz bilen, ayal kişi bulup süpütünüz bilen, ağaçsanız bulup süpütünüz bilen, bu işini kullan, biz kampanyanı uğurlaştırmız. Biz hem yege takip, muş işki, yemeğe ziyankeşlik uçurgan kıyadınışımız değil. Biz üçün avaz çıkargan, muş ayallar üçün bir avaz çıkarıp, açlar bilen bir taraf tuturup, tabanlık ziyankeşlik uçurgan, hem uçurap boğan hanımlarımızı çakır kılaylı, igi çıkaylı. Eğer de bu işin ahırını çıkarıp kalalsak, bu çok büzüşü olurdu. Emniyette diasporanın içinde, Uygurların arasında bu gap, mişmiş gap naidicik tarqalgan burun. Biz gerçi bularını tanqıdavatkan bolsak mı, kuvatkan xatayıştan davatkan bolsak mı, emniyette bu səhçiliklerin sırtqa aşkarım ketişini xalımaydık. Sizler xalanlar, xalımanlar, bular bizim vekilimiz davatqılı 20 yıl oldu, nurgun tüçükler kirip çıktı. Hatta Yaponiyada nemiş oldu bilemizler, Yaponiyadakiler emdi sınavdan davayanlar 100 yıl haqa sürülüp ketdi deydi. Açta xabarlarım geldi. Bizning 5. ayın 12. günü Yaponiyadaki siyasetçiler bilan yig'inimiz var, Sharq Turkiston ishlar qurultayiniki. Mush sabab tufaylidan amaldan qoldirildi. Hammamizni bir tayoqda deydi. O'ylab yiqinglar.
Bizning davoyimiz qanchaga oqqa surildi. U davo masalasini qo'ymaylik. Masalamizning erkin vatanimiz, mustaqil vatanimiz bo'lgan taqdirda mushtaqlar biz sukut turamdik. Agar mush g'arb davlatlarida mushtaqlar bo'lgan sukut turamda, sen ko'rdinglar medialarni. Ayollar dast qo'pidi, hatto namoyishlarni qiladi, hatto unda qadamni istiqo belgizayotgandan sirt turmaga solatqizaydi. Qonuniy javobgarlik tatqizdi. Biz yana axlab andaqdi, mundaqdi kechirim so'rabdi, yana bir qopib mundaq pichim kesib, andaq pichim kesib, qaysi dunyoda yashayotsan sen? Appa xo'jin kitobni o'qiganmi? Ha? Biz ash appa xo'ja dardi yashayotgandik. Hamisha xo'p xo'jam. Biz unda dunyoda yashamadikki, yana tirik biz, ruhimiz bor bizningki, o'lib qolganimiz yo'q. Ey ayol kishilar qo'pinglar o'rninglardan, ma ona bo'lsanglar, bolalaringlarni o'ylanglar, agar bolalaringlar, qizlaringlar qashta ishga qas qanday qilsizlar. Mushta qo'p qaqtida bizningki jamoatimiz, bizning davoyimiz saqlanishidi. Agarda biz buningda sukut tursak, men yana shunday qo'y biz jinoyatchi bo'lamiz. Ash ishga odam aqzlarni ostiga yezib ularni ayblayotganlar, shular bizga vakillik qildi. Biz ularni o'zimizga vakillik qilmasligimiz kerak. Jinoyatning o'ziga sukut turganlik jinoyat sizlar bilishinglar kerak shuni. Ispat bormi? Hamma narsani chiqarib qo'yibdi. Screenshotni chiqarib qo'yibdi. Juliya Irg'izchi isbatni beribdi, tasdimonini beribdi. Menimcha Juliya unda oddiy chiqib qolmadi. Qo'li cho'qinchiq narsa bor. Ben Julia'nın neçə günü beri neçə adamlarının nərsini paylaşqını gördüm. Aş ayyalarımı belkim victim futbolu ihtimalı var. Kim biliyordu onu? Biz okumayız. Onun bu çətinliklər hərgiz mi təyərliksiz çıxmaydı. Çünki bunlar qıvatqanışının özünü nima aqıvatga əpkilğini biliyordu. Əgər də muş işdə əgər də bunlar qarşı tərəfini qarlab çıxan bolsa, qarşı tərəf əgər defamation suiti açsa, bunlara töləm töltələydi. Bunlar bu qanuni javobgarlığını biliyordu bu qızlar. Bilib durub çıxdı. Nima üçün? Çünki bunların qolda isbat var. Bular o'ziga ishonchisi bor. Yana qo'llarida boshqa nimalarmi bo'lishi mumkin? Boshqa ziyonkashlik uchirganlarning isboti bo'lishi mumkin. Agar yana davomli sukut turgan bo'lsa, Juliya debdiki, 10 yil bo'lgan, 10 yil yaqincha ish bo'yitibdi. Sukut turayotganlarning o'zi jinoyatni yushirayotganlar bular deb yozibdi. Nima satchilik bizga? Burada qo'rqqan bo'lsanglar, ansirgan bo'lsanglar, hech kim ishlanmagan bo'lsanglar biz chiqdik. Biz kampaniyani boshladik. Kampaniyani başlayan kəlmənlər, nimqılanlar, sosial medialar, taxtınlar, bütün dünya, bulubmu taşqı siyasətçiliklər bizning bu işki, bu cinayətini ötküzgən, bu qılıqsızlıqqa adamlar bilan bir yerdə əməsligimizni, başqa nərsini qoyaymış işki adamını dey, bir yerdə əməsligimizni, həm aş işki qızı ayıplayotqanlar bilan bir yerdə əməsligimizni körsün. Bizning adalet taraf tuturduğumuzni, bizning işimizden qo'rqmaydiganligimizni, bizning ayollarimizning haqiqiy o'rnini qopalaydiganini, o'zining haq manfaatini qo'g'dayoladigan bir modern, madaniy bir jamiyatning, bir ulusning, bir millatning ayolish ekanligini ko'rsin. Shunda bo'lganda men xalqdan umid ekan. Men xalqni biz qutuldirsak, ertaga mushundaq bir sog'lom bir davlatni, o'zining huquqini qo'g'dayoladigan demokratik bir davlatni qura oladigan degan bir inkos bo'lsin. Hozir nima bo'ldi hozir? Kishilik huquq quvvatimiz davatgan bir tashkilotning beshidir bundan chiqsa, bu haq qanday davlat qurdi deydi bizni ertaga. O'zinglar o'ylab beqinglar. Deymizmi qanday davlat turimiz bunda sukut tursak? Nomus qilmay yana shuni. Buni yosig'an bu Xitoyning o'yini deyishatamsa, ha? Nimada Notisning xabarida bunda deyilibdi. Sen pastga tushasanglar ko'rsizlar shu yerda. Juliya mush ishni UHRP report qilmoqda, UHRPning ichidagi ishga g'olliq rahbari biz Xitoyga qarshi turayotganligimiz uchun bu Xitoyning o'yini degandek shaklda Notisga intervyu beribdi. Uning aqidalari Juliyaning eri Xitoy ekan. Xitoy erining Xitoydagi tuqqanlariga besim kepti. Ma Notisning ichidagi iddia nima? O'ylab beqinglar. Bu qiz buni oshkorlayman desa, ishdan bo'shatishga urinsa, buni Xitoyning odami chiqarishga urinsa, eriga Xitoydan besim kelsa, bu odatga ish emas. Asma Gülmü hesapda ma Türk qizalma nomus qilib ketganda ma davodan chekinib chiqibdi. Esa tasavvur qilib beqinglar. Men bu ishga odamni demay. Bizning oramizda nurg'un otalar uchun, urug' tuqqanlar uchun guvohlik berib chiqqan bolalar bor. Qani ular. Otalar chiqdimi? Chiqqini uqmaymiz. Jimmida yo'qolib ketdi davodan. Ba'zilar avtonomiya cho'p ketdi, ba'zilar jimmida o'tib ketdi. Sizlarchi bu coincidentmi? Mushta to'g'ri kelish bo'lamda? Buning ichida bu ishga odam emas, ya'ni nurg'un ishlar bor. Mushunlar balkim nurg'un narsa cho'kib chiqish mumkin. Bu sudga berish emas, hatto FBI'ga tekshirish kerak bular. Gunohsiz bo'lsa ta'limiz, masalan, dapay ta'limiz. Gunohkor chiqib qolsa, biz yana qilgan nurg'un ishlar bor oldimizda. Mening o'ylaydiganim umid qildim gunohsiz chiqsin. Ammo lekin ko'z oldimizda isbot turibdi ana. Buni gunohsiz desakmi, aqlsaqmi, aqlayamag'idek darajada hozir. Qanday qilishimiz kerak? Chiqib buni qarshiligimizni, noroziligimizni bildirishimiz kerak. Ziyonkashlik uchurg'uchilar bilan bir tarafda turishimiz kerak.
Biz mana hozir bir necha ayollar, yana bir necha qarindoshlarimiz, qarindoshlarimiz bilan birlashib bir kampaniyani boshladik. Inshaalloh hammanglar ergishinglar. Biz bu ishga ziyonkashlik uchirg'uvchilar bilan bir yashashligimizni ko'rsatishimiz kerak, ham davomli bu ishda ziyonkashlik uchirg'uvchilar o'tirib chiqish kerak. Biz bolalarimizga, o'zimizning atrofidagi yosh bolalarga bir sog'lom bo'lgan davo, bir muhit yaratib bersak bo'lmaydi. Buning bilan tugamaydi bu ish. Bir kechirim so'rash bilan tugaydigan ish emas bu. Nurg'ulg'an ishlar bor. Ayni vaqtda Bilal İbrahimning sotining ishidimi? Bu g'ashdimi? Men bularni besh qo'ldek tushungashga, men shuning birsiga ishlaydigan. Men bularni besh qo'ldek tushunaman. Bilal İbrahim bilan mening hiçbir salam saytimni tuzuk salam saytimni yo'qdi. U bola hatto meni Facebook'larda tanqidlagan, menga qarshilik ko'rsatgan. Ammo men bu Bilal İbrahimni haqiqiy Sharq Turkiston mustaqilligi deydigan yaxshi bola deb o'ylab kelatdim, ammo mayish chiqqandan keyin men bu kishilarni Bilal İbrahim'ninki u ish chiqqandan keyin men bu kishilar bek tushungashga buni so'lt etidi. Bu gunohsiz bir insonni vayron qo'ytidi. Buni yolg'iz deb o'ylashmishda qilyotidi deb men Bilal İbrahim uchun tik turgan. Atrofimizda mendek o'ylaydiganni 300 necha chiqib, oxiri Bilal İbrahim Turkistoni qilishimizni biz oxiri qutuldirib chiqdik. Amerikada qonunninki kuchi ko'rindi. Undan boshqa bir necha misollar bor, men hozir demayman, keyin oshkorlaymiz uni. Shunga o'xshash ziyonkashlik uchirgan Uyg'ur xonim qizlari biz sizlar shu igi chiqimiz, advokatning pulini ko'tiramiz, advokatinglarni o'zinglar tepinglar, agar bizga shamsinglar, iqtisodinglarni biz ko'tiramiz, hamma narsamiz ko'tiramiz, yipiq ishikda bo'ladi bu narsaning hammasi. Isminglarni chiqishni xohlamsanglar mayli bizga kelinglar. Bu ishga investigate qilaylik, bu ishning haqida balkim bek cho'ng ishlar bo'lishi mumkin. Hech nimadan qo'rqmanglar. Xuddi Bilalni qutuldirib chiqqandek bu ishdan sizlarni qutuldirib chiqamiz, sizlarning obro'yinglarni qattiqlashga biz yordam qilamiz. Uningda masala yo'q. Biz faqat talab qilganimiz sizlardan chiqinglar. Biz maxfiyatliklarini saqlaymiz, iqtisodinglarni ko'taramiz, ro'yi jihatdan, hamma jihatdan sizlarga support bo'lamiz. Mening deydiganim shunchalik, bugun biz bu kampaniyani boshladik. Inshaalloh bu o'ngishli bo'lsin. Biz vatanning sirtida xonim qizlarimizning iffat nomusini saqlayamizsak, berib momamizni yesak bo'ldi. Bolalarimizga bir ulgu tikilishimiz kerak. Bolalarimizmi o'z uchun dastur oladigan qizlarimiz. Meni qo'g'daydigan onam bor ekan, meni qo'g'daydigan xalqim bor ekan, men bunday narsadan jiroq turadigan bo'lish kerak. Shuning uchun mening deydiganim shu, men bugun bir kun hisobda 5-oyning 10-kundan boshlab hozirgacha men shunda bearam bo'ldim. Men 3 qizimni agarda Sharq Turkiston mustaqilligini men o'lgicha, yoki qizlarim 18 yosh, 20 yosh kirgicha men ko'rsatmasam, men qizlarimni mushuk otidim deb kelayotgan ona. Men qanday qizlarimni bunday sistavani ichiga akira olayman bunday bo'lsa? Sizlar bolalarni qanday akira olaysizlar? Ha? Bunda bu qanday Uyg'ur kommunitetiga akirgili bo'ldi? Bu powersidan, kuchidan, pulidan, o'zining alternativ bir qurolidan, o'zining o'rnidan foydalanib, xalqlarga bunday muomala qilayotgan insonlarning qishiga atgan bolalarimiz qanday yaqin yo'l tanlaymiz? Ha? Agarda biz mushni boshlab bermasak, bizning bolalarimiz bu maqsadga qizlarimiz bo'zak bo'lsa, o'rni qo'pamaydigan bo'lib qoldi. Chunki biz o'zimizning diasporasida, o'zimizning kommunitida shunday bir chirik bir kultur yaratamizki, bolalarimiz xuddi Appaxo'ja davrida yashagandek, qabila bir sharoitda yashagandek sukut qilib, hamma narsaga ishlab o'tib ketadi. Shu vaqt ko'rsa chataqning hammasini. Maishni o'zinglar uchun, bu ma ikki qiz uchun emas, maziyankash uchirgan qizlar uchun emas, o'zimning bolasi uchun qilyapman. Bir sog'lom bo'lgan bir muhit yaratish uchun qilyapman deb o'rinlardan dasturinglar. Bu adolat uchun dasturish tas men bilaman, ammo adolat uchun dastur shunchalik sharafliki, buning kuchi shunchalik zo'rki, xalq ayollar bo'libmi? Ayollarning kuchi sal qarmaslik kerak. O'rinlardan qo'pqa vaqtida o'zinglar o'ylamagan shaklda natijalarga erishsizlar. Mening deydiganim shunchalik, biz bu yerda hech nimadan qo'rqmanglar. Biz sizlarni support qilamiz, sizlarni qo'llaymiz, sizlarga ish og'irtimiz. Agar rost ashunda ish bo'lsa bizning qishimiz kilanglar, biz yordam qildik, o'z qo'limizdan kiladi. Biz maslahat bilan chiqdik. Men bo'lib bu yerga maslahat bilan chiqdim. Men o'zim yolg'iz emas, aqlimda nurg'un qarindoshlarim bor. Men bir ayol kishi bo'lganligim uchun men chiqdim. Nurg'un erlar g'azab o'tiramatdi hozir. Ammo bu yerda ayol kishining gaqli cho'qi hammadan jiq. Bizning so'zlash majoriyatimiz hammadan zo'r. Shuning uchun cho'qim bir ayol kishi chiqish kerakdi. Qachonga sukut tursa, ustallarda o'tirib, bu Xitoyni o'yini deyishib ketibsa, izzat etmaydigan, nomus qilmaydigan pasandilar. Hey, bolang yo'qmi orqasininki? Ha? Mushkin bizga loyiqmi? Eshaklar. Cho'shqilar. Hey, tilmaydisinmi, tilg'iz o'tsa, hey, nomus qilishmaydiganlar. Ey, men dindarlarni aytdinglar, qo'pinglar, o'rninglardan pichinglar bu narsanimi? Qo'pinglarmi ayol kishilarimiz bunday ish qilyapti? Bu kichik o'qib qilayotgan narsalarni aytdinglar.
Şarkı Türkistan müstakilliği degan narsa ne ketdinglar? Hamma qo'posh onani bugungi kunlikda bu ishga ayollar ega chiqamisak, ha? Po'g'irlik uchirgan qizlarimiz ega chiqamisak, nima o'qigan namizing? Nima o Şarkı Türkistan müstakilliği, nima kishiga huquq? Hech nima emas. Hech nima emas aqasini deb qo'ygan. Balaga qilgan tarbiyam hech nima emas. Qo'posh onani bugungi kunlikda Asma bu kadar hayacanlanmam deb chiqqandim, ammo 3 kun men kech kuni uyqu yo'q menga. Ha? Yana nomus qilmay shunchalik isbotda tursa, shada, yana nomus qilmay shu qizni ostiga soxta akkantga kirishib yezishibsa. Soxta akkantasi bularni tillaydigan yerin qo'qsang, ha? Meni deydiganim mushinchilik, biz bugun kampaniya boshladik, ham davomli qilamiz. Qancha odam egas shunchalik, biz u ikki hayvonninki, ikki tok ko'taymichininki bizga represent bo'lishini, bizga vakil bo'lib qolishini biz xohlamaymiz. Biz qila olamiz, qo'limizdan kelishi qilamiz. Ha? Inshaalloh Allohning izni bilan bu ishning oxiri chiqadi. Mushunday tashkilotlarning tuzumi chingaydi. Bizning xalqaro qaytadan obro'yimiz tiklandi. O'zimizning yana Sharq Turkiston sirtida turib odamlarni qutuldira oladiganimiz ham o'zimizning davoyishdan umidli bo'ldi. Agar mushbeti ketaversak biz ikki qizaloq ega chiqanmay, yana o'yinimizni o'ynab, ayollar bayrami, onlar bayrami yana günelib, ish bo'lmaganda kamiyat yasinib tushsak, nima bizay? Ha? Bu yerda bunday biznes chiqsa, yana nomus qilmashda qanday juralaymiz o'ylab yiqinglar. Ha? Bizga bu hayotning nima kerakki o'lik holatiga yassak, ha? Mushunchik işte bir yerga kelib, bu odamlarni qo'g'diyamsak biz nima ish qilamiz bu davoning ichida? Nima ish qilamiz? Biz vatan nim deb chiqdik, gap ishga chiqdikmi? Bugun biz harakatni boshladik, endi davomli boshlaymiz. Agarda sizlar agar mush ishni muhim deb qarsanglar, ayollarningki mush ishlar qarshi turish huquqi bor. Bizning odamda kun ko'rish huquqimiz bor. Buningki bolalarimiz uchun bir sog'lom muhit yaratimiz ekanmiz. Agar mushuna niyati bor onalar bo'lsa, men bilan aloqa qilishinglar. Ham ziyon kishib uchtirgan ayollar bo'lsa, yamir qitim deyman. Biz sizlarni qo'llaymiz, orqanglarda turamiz. Bo'lsa, bizni izsanglar, biz hamma jihatdan sizlarga yordam qilamiz. Bo'ldi. Mush vaqtinglar xayrlik bo'lsin, Allohga omonat. Men sizlarni kutaman.